maslahatli gap bu. Tinchlikmi? Qo'sh latta bittang o'tirib bergan. Xullas, Akbar o'rtog'im taniysan-ku. O'sha Rossiyaga ketmoqchi. Men ham birga qo'shilib ketmoqchiman. Yo'q, ketmaysiz. Qanday bir o'zim tashlab ketasiz? Ketmaysiz. Yo'q. Qo'y shu xarxashangni. Vaqtida maosh olib turgan bo'lsangiz, kunimiz o'tib turgan bo'lsa, nima keragi bor? Men bir o'zim qanday yashayman? Ana o'rtoqlarni to'y qilyapti, mashina minyapti. Hademay farzandlik bo'lamiz. Qachongacha bitta maoshga qarab yashaymiz? Yo'q, ketmaysiz. Shunaqa gaplaring qilma. Ketaman dedim, ketaman, tamom. Hayot, umr. Insonga hadya etilgan buyuk ne'mat. Uni qanday o'tkazish, nimaga sarflash insonning o'z qo'lida. Xotinining oh-vohlariga quloq tutmagan Rustam bu qarori bilan umrining eng gullagan davrini, ayni kuch-quvvatga to'lgan onlarini, yoshligini, sog'ligini, xullas farovon va xotirjam hayotini birdan boyib ketish yo'lida havoga sovurayotganligini o'zi ham sezmasdi. U chet elda tayyor ish, mo'maygina maosh kutib turgandek oilasini, yoshgina xotinini yolg'iz tashlab vatanidan yiroqqa ketdi. Uni qanday baxtsizliklar quchoq ochib kutayotganligidan bexabar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytganlarki, odamning eng katta baxtlaridan biri uning rizqi o'zining yurtida bo'lsa deganlar. Hozirgi kunda yurtimizda hamma imkoniyat bor. Mana aytilyapti, gapirilyapti qancha matbuotlarda bo'lsin, hamma imkoniyat bor. Hunarmand bo'laman degan kishi uchun ham, o'qimishli bo'laman degan uchun ham, bir tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degan kishi uchun ham hamma imkoniyat bor. Ulamolarimiz aytadi, erkak kishi qachon nafaqani bahona qilib, oilani boqishni bahona qilib safarga ketishi mumkin. Ulamolarimiz aytishadiki, u odam qachoniki o'zining yurtida hech nafaqa qilishning iloji bo'lmasa harom deydi. Agar o'zining yurtida nafaqa qilishning hech qanday iloji qolmasagina ro'zg'orda nafaqasi uchun chiqishga haqqi bor. O'shanda ham borgan joydan nafaqani oilasiga yetkazib turishdi sharti bilan. Fuqarolik pasportidan ayrilgan Rustamning aytishgada og'ir, eng baxtsiz, xoruzorlik bilan qorishgan kunlari boshlandi. Ishlab topgani oshna og'aynilaridan qarz ko'tarib sotib olgan chiptasi u yoqda tursin, kundalik xarajatlariga ham yetmasdi. Mashina, dang'illama uchastka haqida-ku o'ylashgada hafsala yo'q. Mana qahramonimiz ham boriga qanoat qilmasdan shu chet el safariga chiqib ketib, mana qanday yomon oqibatlarga olib keldi. Aslida bilasizmi, eng katta boylik nima deydilar Rasululloh? Eng katta boylik bu qanoat, tuganmas xazina bu deydilar. Sababi hamma toat ibodat, hamma yaxshiliklar qanoatga bog'liq. Qanoatli kishiniki qabul bo'ladi. Qanoatli kishining moli joniga ham, ro'zg'origa ham Alloh baraka beradi deb ulamolarimiz aytishgan. Bu xoyu havas birgina Rustamning emas, uning xotini Shahnozaning ham baxtli onlariga nuqta qo'ydi. Uy ishlari bilangina andarmon bo'lgan Shahnoza endi pul topishi, ro'zg'or tebratishi kerak. Dom daraksiz ketgan erining yo'lida ko'zlari tolgan ayol o'zini o'qqa urdi, cho'qqa urdi. Betob holida ham sog'ligini o'ylamadi. Muhimi, u iffatini yo'qotmadi. Halol pul topish ilinjida qo'lidan kelgan har qanday ishdan or qilmadi. Keling opa, keling, nima kerak? Arzon qilib beraman opa, keling. Kelinglar opalar, siqqina naskilar bor, qo'lqobilar. Keling opa. Oilaning erkagi, otasi oilasini rizqini, nafaqasini yaxshilab qilsin deydi. Bu degani nafaqai ro'zg'or oilani yedirib ichirish, kiyintirish, imorat bilan muhofaza qilish nafaqai ro'zg'or deyiladi. Mana shuni Parvardigor olam erkak kishini zimmasiga qo'ygan. Ba'zi erkaklarni oilasini tashab uzoq safarlarga ro'zg'or bahonasida ketishiga qisman bo'lsa-da ayollarimiz ham sababchi bo'lib qolishyapti. Nimaga odamlarni eridek pul topa olmaysiz?
odamlar qanday yashayapti, unday bo'lyapti, bunday bo'lyapti deb o'sha erkakni imkoniyatdan tashqari pul topishlikka majbur qilishadilar. Nikoh shunday muqaddas qilindiki, nikohlanayotganda ulamo-i kiromlarimiz shart qo'yishadi. Masalan, kuyov kelinga uylanyapti. Shunda ulamolarimiz aytishadiki, shunday shart bor. Nafaqa ro'zg'or sani zimmangda bo'ladi. Qanday? Oilani yedirib ichirish, kiyintirish, imorat bilan muhofaza qilish sani zimmangda bo'ladi. 2 shar'iy shart bilan uylanasan. Birinchisi, bevajhi illat urib so'kmaysan va benafaqa tashab ketmaysan. Benafaqa tashab ketmaslik. Benafaqa tashlab ketishlikni hattoki ulamolarimiz shunday bir misol bilan tushuntirishadiki, bir kishi hajga bormoqchi bo'lyapti. Hamma zod rohilasi bor, borib kelgunicha yetadi. Lekin borib kelguncha oilasini nafaqasi durust emas. Shu odam hajga borsa bo'ladimi desa, ulamolarimiz yo'q, hajga bormay tursin deydi. Sababi Alloh taborak va taolo mo'min musulmonga umrida bir marta qodir bo'lsa, hajga borishlikni farz qilgan. Bora olmasa, qodir bo'lmasa gunohkor emas. Lekin nikohdan boshlab erkak kishi to umrining oxirigacha ayoli bilan qo'sha qarib, uvoli juvoli piri badavlat bo'lib, umrining oxirigacha nafaqa ro'zg'or, oilani yedirib ichirishlik uning zimmasida turadi. Oilada Alloh taborak va taolo aytadi, hech qachon ona oilaning ayoli oilasi uchun ozor chekmasin. Nimaga bevajhi illat urib so'kmaysan, benafaqa tashab ketmaysan? Mana shu shar'iy shartlar bilan deb ulamolarimiz shart qo'yishadi. Sababi er ketsa, har narsani bahonasi bilan bir joyga, ayol boshi bilan ayol kishi qayerdan yeb ichaman, qayerda turaman, qanday nafaqamni qilaman, ro'zg'orimni qilaman deyishligi, deb tashvishda yurishligi erkak kishi uchun nihoyatda katta gunohlardan biri hisoblanadi. Deydilar, odamni g'am yig'latar, qayg'u yig'latar, alam yig'latar. Ha, boshiga tushgan bu ko'rguliklar axiri Shahnozni yiqitdi. Shahnozaxon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Dori-pori ichyapsizmi o'zi? Ha, ichyapman. Issiqqina mastava qilgandim. Ichsangiz yaxshi bo'lib qolarsiz. Shahnozaxon, so'rash noqulayu eringizdan xat xabar bormi? Yo'q. 8 oydan beri na telefon qiladi, na pul jo'natadi. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Bechora ayol yolg'on gapirishga majbur. Yeyishga non uchun zo'rg'a pul yetkazayotgan bu mushtbar ojiza dori darmonga qayoqdan ham topardi. Shu topda kimdan ham yordam so'rardi. Jonidan to'yib ketgan vaqtlar ham bo'ldi. Ammo eri Rustamni sog' omon ko'rish uchun yashash kerak. Yashash uchun ishlash kerak. Ishlash uchun esa sog'lik. Shahnoza bu daqiqalarni qanchalik kutgandi. Unga birgina umid, hayot yo'llaridagi sodiq hamrohini,
umr yo'ldoshini sog' omon ko'rish ilinji kuch va madad berib keldi. O'sha baxtli on nasib etganda esa u na quvonishni, na yig'lashni, nada bir so'z aytishni bilolmay karaxt edi. Ammo Rustamning yurtiga qaytishi uchun tanish bilishlardan katta miqdorda qarz bo'lganini, buning ustiga o'pka siliga chalinib qaytganini bilsa, qanday ahvolga tushar ekan?